Assalomu alaykum. Biz bir-birimizga tug'ilgan kunda to'ylarda baxt tilaymiz, 2 yoshga baxt tilaymiz, yangi farzandli bo'lsak baxtli, aqlli, iymonli farzand bo'lishini tilaymiz. Baxt so'zini hamma joyda ko'p ishlatamiz. O'zimiz ham doimo baxtli bo'lishni istaymiz. Har doim hamma harakatimiz, o'qishimiz, ishlashimiz, yaxshi pul topishimiz, oilamiz hammasi bizni baxtli bo'lishimiz uchun qaratilgan. Baxtli bo'lishimiz uchun kerak, ammo lekin biroq o'zi baxt nimada, o'zi baxt nima, odam qanaqa bo'lsa, qanaqa yashasa shunda baxtli bo'ladi. Shu narsalarni ko'pchiligimiz bilmaymiz. Ya'ni baxtli bo'laman deb harakat qilamiz, lekin aslida qanaqa bo'lsa o'shanda man baxtli bo'laman. Mana shu narsani hammamiz ham tushunmaymiz va bugungi videoda man sizga baxt haqida gapirib bermoqchiman. Ismim Sojida, 26 yoshdaman, psixolog emasman, hech qanaqa darajaga ega emasman. Oilali, bir nafar farzandim bor. Hozir magistraturada o'qiyman. Va bir umr baxtni izlagan inson sifatida har doim baxtni qanaqadir chet elda yashash, pul, yaxshi yoki qanaqadir karyerada yoki ilmda yutuqlarga bog'lagan inson sifatida, lekin shularni hammasiga erishib bo'lib, aslida baxt boshqa narsada ekan deb tushungan inson sifatida shunchaki bilganlarimni, tushunganlarimni bugun sizlarga bo'lishmoqchiman. Bu narsani har bitta ayol kishi, bu narsani har bitta qiz bola ayniqsa bilishi kerak deb o'ylayman. Chunki biz ayollar ko'proq emotsiyalar bilan yashaymiz, ko'proq hissiyotlar bilan yashaymiz, hayotimizga real qarolmaymiz va hissiyotlarimizni o'zi nimadan iboratligini yaxshiroq tushunishimiz bizni baxtli bo'lishimizga yordam beradi. Va man bu videoda asosan kitobda o'qiganlarimni o'zim hayotimda analiz qila olganlarim haqida bo'lishaman. Bundan oldingi videoyimda fokusni to'liq o'zingizga qaratish, hammani maslahatiga amal qilmasdan o'zingizni hayotingizda yashash haqida gapirganman. U videoni agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingizni tavsiya qilaman. Albatta fikrlarim shunchaki subyektiv. Bu videolarni chiqarishimdan hozircha o'zimga hech qanaqa moddiy yoki ma'naviy manfaatim yo'q. Shunchaki bunaqa fikrlaydigan, mana shu narsadan qiynaladigan ayollar, qizlar jamiyatimizda juda ham ko'pligini bilaman. O'zim ingliz tili o'qituvchisiman, onlayn ingliz tili darslari o'taman va asosan kurslarim qizlarga, ayollarga, dekretdagi onalarga, qaynona, qaynotali, qanaqadir hayoti bir to'xtab qolgandek his qiladigan onalarga qaratilgan asosiy kurslarim. Har kuni oz-ozdan bo'lsa ham vazifa qilib, dars qilib, o'zini bir rivojlanayotgandek, jamiyatdan orqada qolmayotgandek his qilishi uchun qaratilgan asosan onlayn kurslarim. Va ular bilan gaplashganimda, ular bilan umumiy birga ishlaganimda, ularni his qilganim uchun, demak, ayollar shu narsalarni bilishi kerak deb o'ylaganim uchun shularni video qilib chiqaryapman. Bugungi videoni uyimda olishga qaror qildim. Shu dars o'tadigan doskamga baxt qayerda deb yozib, bezatib olmoqchi edim, lekin telefon kamerasida baribir orqada ko'rinar ekan, teskari ko'rinar ekan, o'shaning uchun davom ettirmadim. Uzr so'rayman, qanaqadir teskari bo'lib qolgan bo'lsa. Umid qilamanki, sizlarga asosiysi mani gapim bo'ladi, muhimligi. Keyingi safar orqa fonni ham juda ham chiroyli qilishga harakat qilaman. Perfect qilmasdan, ideal qilmasdan, o'zimda bor narsam bilan mana mikrofonimni ruchkaga tiqib shu videolarni yozyapman. Qachondir qanaqadir menga qulay, hamma joyi qulay mikrofonda, juda ham yaxshi sifatli kamerada, orqa fonlarim ham juda ham chiroyli joylarda, qanaqadir ideal professional videolar olishimga ham ishonaman. Lekin hozircha bor imkoniyatimdan bu narsadan uyalmasdan, perfect qilishga harakat qilmasdan boricha qilyapman va bu narsa menga normal. Bu narsada men o'zimni yaxshi his qilaman. Bu narsada birovdan uyalmayman va sizlarga ham shu narsani maslahat beraman, shu narsani tananglarda his qilishinglarni maslahat beraman. Demak, baxt nima? Okay. Deyarli baxt haqida hammamizning tushunchamiz bir-biriga o'xshab ketadi. Baxt bu o'zimizni qo'limizda hozircha yo'q narsada deb o'ylaymiz. Tasavvur qiling, deyarli hammamizning hayot ssenariyimiz bir xil. Qanaqadir qahramonimiz bor, deylik Nargiza.
Nargiza degan mani tanishim yo'qligi uchun Nargiza degan ismini oldim. Qarab turing. Nargiza degan bizning qahramonimiz bor va Nargiza yoshligidan qanaqadir baxtli bo'lishni xohlaydi. Va u yoshligida qanaqadir puli bor, zo'r kiyinadigan, o'rtoqlari baxtli deb o'ylardi. Ya'ni agar men ham kelajakda shunaqa ko'p pulim bo'lib, shunaqa boy yashasam, baxtli bo'laman deb o'ylardi. Shunaqa o'rtoqlari kiygandaqa kiyimlarni kiysa baxtli bo'laman deb o'ylardi. Kattaroq bo'lgandan keyin, qanaqadir o'smir yoshiga yetgandan keyin qaysidir o'rtoqlarini yaxshi ko'radigan yigitlar bo'lganda, unda bo'lmaganda yoki ya'ni har doim o'sha Nargiza o'zida yo'q narsa unga ko'proq baxt keltiradi deb o'ylaydi. Masalan, agarki uni ham shunaqa o'rtoqlardagi yigitlar sevsa yoki kinolardagi yigitlar unga bir gullar podarka qilsa, u shunda baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Keyinroq Nargiza universitetga kirsam, keyin baxtli bo'lsam kerak deb hamma narsani universitetga bog'laydi. Abituriyentlik paytida hamma narsadan voz kechadi. Okay, men universitetga kirsam, вообще hammasi boshqacha bo'ladi, baxtli bo'laman. Aynan baxtli bo'laman deb o'ylamasa ham, qanaqadir hammasi boshqacha bo'lishini, hayoti tubdan o'zgarib ketishiga mana shu universitetga kirganda bo'ladi deb umid qiladi. Ammo lekin biroq universitetga kirgan hammani ham hayoti tubdan o'zgarib ketmaydi. O'zi hech kimning hayoti hech qachon tubdan birdaniga o'zgarib ketmaydi. Universitetda ham bir kun, ikki kun xursand, baxtli, birinchi, ikkinchi rasmlarida tushganda universitetda shunaqa xursand, baxtli, lekin bu 1-2 oyda tugaydi. Keyin u darslar yaxshi emas ekan, o'qituvchimiz bunaqa ekan deb nolish, universitetda bunaqa deb o'ylamagandim deyish, universitetdan xuddiki abituriyentdagi uni o'qitishini, uni qanaqadir hayotiga yana ma'no, har kuni erishiladigan adrenalin berishini kutib, lekin universitetdan ololmagandan keyin shu nolib universitet yillarini ham o'tkazadi. Sekin-sekin Nargizani universitetdagi kursdoshlari erga tegishni boshlaydi va Nargiza ham xohlaydi, что u erga tekkandan keyin hayoti umuman boshqacha bo'ladi. Xohlaysizmi yo'qmi, hamma qizlarni yoshligidan ideal baxt portretida oilasi, ya'ni judayam sevimli turmush o'rtog'i, farzandlari, u zo'r ona, zo'r uy bekasi bo'lganligi va komfortni, yaxshi pul topadigan, qanaqadir komfortni, yaxshi sharoitdagi oilasi ko'z oldiga keladi baxt deganda. Yoki chet ellarga borish bo'lishi mumkin, yana kimlardadir. Mana ideal baxt portreti shunaqa, lekin mana atrofimizda oilali qancha odamni ko'ramiz, hamma oilali, hamma eri bor, hamma bolasi borlar ham baxtli emas. Albatta Nargiza yaxshi insonga turmushga chiqadi. Yaxshi, okay, baxtli, kelinligida baxtli, kelin ko'ylagida baxtli, qanaqadir yaxshi, lekin qanaqadir erga tegish ham Nargizani hayotini tubdan o'zgartirib baxtli qilvormaydi. Balkim Nargizaga yana yangi challengelar, yana yangi yechish kerak bo'lgan masalalar, muammolar, erga tekkan joyidagi insonlar bilan munosabat qilishi, yana hayotida keyingi bosqichda hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar bilan birga keladi. Farzandli bo'lsa, boshqacha baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Farzandli bo'ladi, albatta farzandli bo'lganda boshida bu boshqacha tuyg'u, boshqacha hissiyotlar, farzandi katta bo'lgan sari uni sho'xliklarini ko'tarish, xarakteri, injiqliklari, keyin ikkinchi bolasi, keyin uchinchi bolasi, shundoq qilib, demak Nargiza o'sha o'zi orzu qilgan ideal oila portretida yashaydi. O'g'li bor, qizi bor, qanaqadir turmush o'rtog'i bor, moliyaviy jihatdan ham och qolayotgani yo'q, lekin baxtli emas. Hammamizni deyarli hayot hikoyamiz shunga o'xshash bo'ladi. Hayotdan kutuvlarimizni xuddi shunaqa Nargizaga o'xshab olmaymiz. Nargiza keyin nima qiladi? Kurashishga harakat qiladi, hayotini boshida nimadirlar qilishga harakat qiladi. Keyinchalik, okay, endi bolalarim uchun yashayman, endi umrimni bolalarimga atayman va bolalarim meni baxtli qiladi deb hammasini bolalariga bog'lab, hamma qiyinchiliklarga chidab, o'ylaydiki, qachonki bolalari katta bo'lganda u baxtli bo'ladi. Bolalari katta bo'lib uni baxtli qiladi. Turmush o'rtog'idan, hayotdan olmagan hamma narsasini u bolalarimdan olaman deb o'ylab, juda ham ko'p o'zbek onalari o'zini hayotini bolalariga tikadi. Bolalari katta bo'lib yaxshi o'qishga kirishi mumkin, yaxshi pul topishi mumkin, ota-onasini umraga jo'natishi mumkin, mashina sovg'a qilishi mumkin, lekin
o'zi baxtli bo'lishni bilmagan odamga, o'sha yoshigachayam hayotidan baxtli yashashni bilmagan insonga farzandlari ham afsuski baxt hadya qilolmaydi. U Nargiza katta bo'lib doimiy bolalardan e'tibor kutishi mumkin, chunki butun hayotini u bolalariga tikvordi. Bolalarim mani вообще boshqacha baxtli qiladi deb o'yladi. Bolalari uchun hamma narsaga chidadi. Eri ursayam, och qolsayam, ko'chada qiynalib ishlasayam bolalarim uchun deb chidadi. Albatta, bolalari ham unga loyiq bo'lishga harakat qiladi, lekin bolalari ham inson, ularni ham hayotdan kutuvlari har xil. Masalan, farzandlari uylangandan keyin albatta o'zini ayolini baxtli qilgisi keladi, o'zini bolalariga qilgisi keladi. Hayot qonuni shunaqa, siz bolamga deb qilasiz, bolangizga eng yaxshisini qilgisi keladi va bolangiz bolasiga eng yaxshisini qilgisi keladi. Bu qanaqadir hayot qonuni. Sizdan oldingilar ham shunaqa bo'lgan, sizdan keyingilar ham shunaqa bo'ladi, siz ham shunaqa bo'lasiz. Ya'ni onasiga qilish kerak emas demoqchi emasman, lekin baribir ham siz o'sha Nargiza umuman hayotini bolasi uchun tikvordi va bolasi ham o'zini hayotini onasi uchun tikvorishini kutadi, lekin deyarli hech qaysi farzand bu narsani qilmaydi. Agar onasini birinchi o'ringa qo'yaversa, balkim Nargizani bolalarini hayoti ham buzilishi mumkin. Uni atrofidagi munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin. Mana umumiy hayot ssenariysi ko'pchilikda taxminan shunaqa bo'ladi. Bu narsani to'xtatishimiz kerak, chunki baxt hech kimda emas, birorta insonda emas, birorta narsada emas, baxt bolada emas, baxt erda emas, baxt moddiyatda emas, mashinada emas, uyda emas. Chunki zo'r uy ichida ham baxtsiz yashash mumkin, zo'r mashinani ichida ham baxtsiz yashash mumkin, yaxshi inson bilan turmush qurib ham baxtsiz bo'lishing mumkin. Farzanding bo'lib turib ham o'zingni baxtsiz his qilishing mumkin. Ya'ni baxtni hech qachon hech narsaga bog'lashimiz kerak emas. Hayotingizni qaysi bosqichdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, hozir Nargizani o'smirlik paytidagi bosqichdandirsiz. Qanaqadir sizga yigit gullab sovg'a qilsa, qanaqadir joylarga aylantirishlarga olib borsa, tipa maza qilaman deb o'ylaydigan bosqichda bo'lishingiz mumkindir, yoki Nargizaga o'xshab universitetga kirsam baxtli bo'laman degan abituriyent bosqichidadirsiz, yoki universitetda o'qib turib hayotingizdan nolib ishlasam, yoki pulim ko'p bo'lsa, yoki endi zo'r erga tegsam baxtli bo'laman degan bosqichda bo'lishingiz mumkin, yoki endi farzandim katta bo'lsa baxtli bo'laman, yoki ishlasam, mana dekretda bo'lsangiz, ishlasam baxtli bo'laman, yoki qanaqadir yana o'qisam, magistraturada o'qisam baxtli bo'laman degan bosqichda bo'lishingiz mumkin. Mana shu Nargizani qaysi bosqichda bo'lishingiz mumkin bilmayman. Lekin qaysi bosqichda bo'lmang, baxtingizni nimagadir, qayergadir, qaysidir insonga, qanaqadir vaziyatga bog'lab o'sha vaziyatni kutsangiz, bu vaziyat hech qachon kelmaydi. Chunki baxt bu sizda, baxt har birimizda. Baxtni his qilish bu hozirgi hayotimizdan qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar rozi bo'lishlikda, qanoat qilishlikda, baxt shukur qilishlikda. Masalan, o'zingizni hayotingizdan baxtli bo'lishni bilmasangiz, sizni hech kim baxtli qila olmaydi, tushunyapsizmi? Masalan, hozir deylik, o'sha o'smir paytidasiz, sizni yigitingiz yo'q, o'ylayapsiz, mana agar yigitim bo'lsa, shunaqa joylarga olib borsa, bunaqa qilsam baxtli bo'laman deb o'ylayapsiz. Yo'q, siz hozir yigitingiz bo'lmasdan turib, o'zingiz yolg'iz maza qilib yashamayapsizmi? Hozir baxtli yashamayapsizmi? Bo'ldi. Siz qanaqadir yigitingiz bo'lsa ham, u sizga Parijda anaqa merimi qilsa ham, o'sha paytda "Vau!" deyishingiz mumkindir, yoki rasmlarni ko'rganingizda "Vau!" deyishingiz mumkindir, lekin buni emotsiyasi birpasda tugaydi. Bu narsa sizni bir umrlik baxtli qilib qo'ymaydi. Ya'ni inson o'zi hech qanaqa narsasi bo'lmaganda ham baxtli, xursand, hayotidan shukur qilib yashamasa, u baxtni hech qachon his qila olmaydi, tushunyapsizmi? Yoki universitetda o'qiyapsiz hozir, yaxshi erga tegsam baxtli bo'laman, yoki ko'p pulim bo'lsa baxtli bo'laman deb kutganingiz bilan yaxshi erga tegsangiz ham baxtli bo'lib qolmaysiz. Chunki siz hozirgi vaziyatingizda ham baxtli bo'lishni, hozirgi vaziyatingizda ham shukur qilib mazza qilib yashashni hozircha bilmaysiz. Yoki pulim ko'p bo'lsa mazza qilib yashayman deb o'ylaysiz. Yo'q, pulingiz ko'paygani sari agar hozirgi vaziyatingizda ham mazza qilib, xursand bo'lib, rozi bo'lib yashashni bilmasangiz, juda ham pulingiz ko'p bo'lganda ham u pulni nimaga sarflashga stress qilasiz, yoki kimlardir qarz so'raverganidan stress olasiz, ya'ni asabiylashasiz, yana baxt his qila olmaysiz. Ya'ni ko'p pul ham sizga qanaqadir komfort olib kelishi mumkin, lekin baxt olib kelmaydi.
Lekin mana shu narsalarni man qachon tushundim, qachonki o'zim ishlab ko'p pulim bo'lganda, qachonki man ham chet elda baxt deb o'ylaganman va chet elga borganimda, chet ellarga sayohat qila olganimda, dengizni ko'rsam baxtli bo'laman deb o'ylaganman, dengizlarni ko'ra olganimda, mani yaxshi ko'radigan, sevimli oilam bo'lsa baxtli bo'laman deb o'ylaganman. Qachon angladim, mani shunaqa sevadigan, mani shunaqa hurmat qiladigan, erkinlik beradigan ideal oilam bo'lganda, mani farzandim bo'lganda, man o'zim yetarlicha pul topib, xohlagan kiyimimni kiyib, xohlagan narsamni yeb, ya'ni moddiy jihatdan komfortniy va qanaqadir moliyaviy mustaqil bo'lganimdan keyin mana shu narsani angladim. Ya'ni baxt pulda emas deydigan odam bu katta ehtimol bilan o'sha pulni topib bo'lgan, pulga ko'zi to'yib bo'lgan, o'sha pulsiz ham qanaqadir o'sha pulni bemalol topa olishiga ishongan odam bo'ladi va man ham bemalol ayta olaman baxt pulda emas deb, chunki pulim borligi uchun qanaqadir boy bo'lmasligim mumkin, lekin qanaqadir komfortim uchun, xohlagan ovqatimni olib yeyishim uchun, o'zim istagan kiyimni olishim uchun pulim borligi uchun okey, baxt pulda emas deya olaman. Yoki baxt qanaqadir oiladayam emas, ya'ni oilali bo'lib turib ham baxtsizlar ko'p deya olaman, chunki o'zimni oilam bor va ya'ni hamma narsam bor demoqchimanda. Ya'ni man bu fikrga qachon keldim? Mana shu hamma narsam bor bo'lgandan keyin, o'zim yoshligimda baxt uchun mana shu narsalar kerak deb o'ylagan hamma narsamga erishib bo'lgandan keyin 25 yoshimda, ha, demak, baxt o'zimda ekan. Agarki shukur qilishni bilmasam, yana deyaversam, man hech qachon baxtli his qilmas ekanman-da. Baxt hozir boriga shukur qilib, mazza qilib yashab, shunga rahmat aytib yashab, yanayam ko'prog'ini xohlash ekanda deb bu narsani tushundim. Agarki masalan man yana davom etganimda, qachonki mani mashinam bo'lsa, вообще boshqacha bo'lsam kerak deb mashina deb harakat qilsam, manga o'sha qimmat mashinani deylik turmush o'rtog'im olib bersalar ham 1 marta, 2 marta, 2-3 kun, 1-2 hafta mazza qilib yurishim mumkin, lekin boshqa payt u narsa menga emotsiya bermasligi mumkin. Yoki uyim bunaqa bo'lsin deb yana davom etganimda, man o'shaqa uyda 1-2 kun yoki bir necha oy, bir necha yil yaxshi yashashim mumkin, lekin yana u narsa menga oddiy holatga aylangandan keyin yana nolishga, yana ayb topishga, uyimiz yaxshi, lekin oftobga qarab qolgan, yozda isib ketadi. Uyimiz yaxshi, lekin qishda isitish qiyin, juda ham kattaligi uchun. Uyimiz yaxshi, lekin уже yangi modadagi pardalar chiqdi deb balkim nolishni boshlagan bo'lardim. Lekin men Allohimga behisob shukr, mana shu 25 yoshimda tushunib yetdim. Baxt bu hozir nimam bo'lsa, hozir farzandim qanaqa bo'lsa, hozirgi hayotim nimadan iborat bo'lsa, nima yeyapman, nima ichyapman, turmush o'rtog'im qanaqa, hayotim nimadan iborat bo'lsa, hammasiga shukur qilib, har biriga shukur qilib, mazza qilib, xursand bo'lib, har biriga Allohimga rahmat aytib, Allohim menga so'rasam yana berishiga ishonib, duo qilib, yaxshilab harakat qilishimdaligini tushundim. Baxt bu birovlarda nima bor, ular mendan ko'p yeyapti, kam yeyapti, yaxshi hayot kechiryapti, yomon hayot kechiryapti. Ularga o'zimni solishtirib, vaqtimni, energiyamni ketkazmasdan, shunchaki o'zimda boriga fokusimni qaratib, o'zimga fokusimni qaratib, hayotimdan mazza qilib yashashda ekanligini tushundim. Baxtli bo'lishni bilmaydigan odamga butun dunyoni sovg'a qilsang ham, Toj Mahal qurib bersang ham o'sha paytda baxtli bo'lishi mumkin, o'sha paytda kulishi mumkin, yig'lashi mumkin. Lekin 1 haftadan keyin, 2 haftadan keyin, 1 yildan keyin unga san Toj Mahal qurib berganing ham esidan chiqadi. San ayblaringni, san xatolaringni aytishni boshlaydi. Shukur qilishni bilmagan odamga san вообще bilmadim, dunyolarni bersang ham, dunyolarni ko'rsatsang ham o'sha paytda minnatdor bo'lishi mumkin, o'sha paytda xursand bo'lishi mumkin, lekin unutadi. Shukur qilishni bilmagan inson. Va shukur qilish bu baxtda eng katta kalitiligini 25 yoshimda tushunib yetgandan juda ham xursandman. Hayotimni sifati ancha oshdi. Men shu narsani tushunib yetganimda, nima o'zimda yo'q narsalarga harakat qilishda emas, o'zimda boriga shukur qilib harakat qilishni boshlaganimdan keyin hayotim sifati ancha oshdi. Ko'pchilik qo'rqadi, agar men bor narsamga shukur qilib o'tiraversam, unda yaxshirog'iga qanaqa harakat qilaman deb. Yo'q, shukur qilish degani bir joyda o'tirish degani emas.
Lekin o'zingda bor narsalardan maza qilib, xursand bo'lib yashab, baribir oldinga harakat qilish degani. Masalan, hozir man shukur qilaman boriga, hozir maza qilib yashayman deganim bu, man oldinga harakat qilmayman deganim emas. Man yanayam yaxshiroq, karyeram bo'lishiga, yanayam yaxshiroq ilmli bo'lishga, yanayam yaxshiroq, dunyo ko'rishga, ko'p narsaga harakat qilaman. Oldingidan, ko'proq harakat qilaman. Oldingidan ham ishonibroq harakat qilaman bu narsaga. Lekin, o'zimda boriga shukur qilib, xursand bo'lib, maza qilib harakat qilaman va bu narsani har bir ayolga, har bir qizga tilagan bo'lardim. Ayniqsa turmushga chiqishdan oldin, qizlar qanaqadir, turmushga chiqmasdan turib ham o'zlari maza qilib, baxtli bo'lib, shukur qilib yashashni o'rganishsa, turmushga chiqqandan keyin o'sha turmushga chiqqan insonlardan hamma narsani kutib, "Menga bunaqa qilib berish kerak, bunaqa qilib berish kerak, bunaqa qilib berasiz" deb hamma narsani talab qilmasdan, qanaqadir boriga shukur qilib, hozir nima qilib berayotgan bo'lsa, shunga shukur qilib, rahmat aytib, yanayam yaxshirog'iga birgalikda oila sifatida harakat qilib, hayotga real qarab nimalargadir erishishlari mumkin deb o'ylayman va bu narsani ko'pchilik bilishini xohlayman. Albatta shukur qiling. Alloh taolo ham shukur qilgan insonlarga ko'paytirib bergisi keladi-da. Lekin, sizga berilgan taqdirga, sizga taqdiringizga yozilgan insonga, sizga Allohim bergan farzandlaringizga, o'zingizga, o'zingiz tanangizga, noshukurlik qilaversangiz, Allohim yo o'sha narsani olib qo'yadi, yo bergisi kelmaydi. Man doim misol qilib keltiraman. Masalan, deylik, man chevarman, tikuvchiman va sizga man mana shu ko'ylakni tikib berdim. Siz keldingizda menga, "Voy, mana bunaqa chiqibdi, choklarni g'alati tikibsiz. Bo'pti, mayli, endi yo'qdan ko'ra olaman" deb shunaqa qilib ensangizni qotirsangiz, man nima qilaman? Eng yumshoq anaqada, eng yumshoq variantda keyingi safar sizga tikmayman, tikib bermayman. Tikib bersam ham xohlamasdan qilishim mumkin. Eng yomon variantda, "Bo'ldi, pulingizni oling, menga kerak emas" deb "Xayr" deyman. Вообще-то man sizni unaqa kaprizingizni ko'tarmayman yoki bunaqa noshukurlik bilan, bunaqa g'alati, o'zingizni xohishingizni menga izhor qilganingiz uchun man sizni hurmat qilmayman. Alloh taolo ham shunaqa, u sizga berib qo'ygan farzandini, qanaqadir, "Voy, mana bunaqasan, o'zing tutmaysan, bilmadim qanaqa noliydi farzandidan". Masalan, bolam vaqtida uxlamaydi, yig'laveradi, injiq, doim o'ynadiydi deb mana shunaqa farzandingizdan birovlarga, eringizga, hammaga nolsangiz, u farzandingizga Alloh baraka beradimi? Farzandingizga aql, ilm, iymon, rizq bergisi keladimi o'sha farzandingizga? O'sha farzandingizni balkim olib qo'yar, uni nolaverganingizdan keyinda. Yoki turmush o'rtog'ingizga, "Voy, kartoshkani bunaqasidan degdim, bunaqasini olib kelibsiz. Siz doim bunaqasiz" deb nolaversangiz, o'sha insonni ishiga baraka, hayotiga baraka, qanaqadir puliga baraka, yanayam yaxshiroq inson bo'lishi uchun, siz xohlagandaqa bo'lishingiz uchun Alloh unga kuch-quvvat, energiya bermaydi. Battar orqaga tushirib qo'yadi. Ya'ni siz noshukurlik qilganingiz uchun bor narsani ham olib qo'yadi. O'shaning uchun, siz aytgandaqa bo'lmasa ham o'sha kartoshkani olib kelgani uchun, "Voy, rahmat kattakon" yoki siz ro'yxatda aytmagan bo'lsangiz ham nimadir olib kelgani uchun, "Voy, rahmat kattakon", o'zini kallasi ishlab o'sha narsani qo'shib olgani uchun rahmat aytib, xursand bo'lib, shukur qilib o'sha insonga ham, o'ziga ham qanaqa rahmatlar aytsangiz, u ham yana olib kelgisi keladi. Masalan, biz, nimadir ro'yxat aytsak, turmush o'rtog'imga bunaqa-bunaqa narsa kerak, 2ta-3ta narsa aytdik, 4-sini o'zlari bilib nimadir qo'shib oldilar. Oddiy sok bo'lishi mumkin, oddiy, pechenye bo'lishi mumkin. Masalan, men o'sha narsaga aytmagan narsamni o'zlari bilib qo'shib olganlariga judayam xursand bo'laman, judayam rahmat aytaman o'sha narsa uchun. Aytilgan narsalarni ham eslaridan chiqmasdan men aytgandaqa qilib olib kelganlari uchun ham rahmat aytaman. Chunki, shunchaki olib kelmaydigan mas'uliyatsiz erkak bo'lishi ham mumkin. Shunaqa erkaklar ham bor. Xullas, hamma narsa uchun, kichkina narsalar uchun ham rahmat aytishni bilsak, kichkina narsalar uchun ham atrofimizdagi insonlarga minnatdorchilik bildirishni bilsak, Allohimga ham rahmat aytishni bilsak, hayotimiz yanayam chiroyli, yanayam to'kinroq, yanayam go'zalroq bo'lib boraverarkan. Yorqin misoli man. Hammanglarga shukur qilishinglarni, hayotinglarda boridan rozi bo'lib, maza qilib yashashinglarni tilayman. Shukur qilish uchun, baxtli bo'lish uchun erga tegishingizni, universitetga kirishingizni, boy bo'lishingizni,
qanaqadir chet elda yashashingizni yoki bolalaringiz katta bo'lishini hech narsani kutmang. Hozirgi hayotingizdan mazza qilib, har bir narsa uchun shukur qilib yashang. Va men doim qiladigan narsa bu shukur qilib yashashni doimiy his qilishingiz uchun, shukur qilish esingizdan chiqarib qo'ymaslik uchun o'zingizga eslatma sifatida har kun albatta 10 ta shukur qiladigan narsalaringizni sanab yozishingizni xohlardim odat sifatida. Men odatda uxlashdan oldin har kuni maxsus daftarimga yoki o'ta endi daftaring yoningda bo'lmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, telefonimga bugungi shukur qilishim kerak bo'lgan 10 ta narsani sanab shukur qilaman. Masalan, o'sha kuni qornim to'yib ovqat yeganimga yoki o'zim xohlagan ovqatni pishirgan bo'lishim mumkin. O'sha ovqatni pishirib yeya olganim uchun, sog'lomligim uchun, shunga gazim borligi uchun, shunga go'shtim borligi uchun, shu narsani pishirish uchun. Shu ovqatni pishirganimda yeydigan oilam borligi uchun bitta o'zim emasmanda, uni yeydigan oilam bor. Shu ovqatni pishirishga ichimdan energiya, hafsalam bo'lganligi uchun ham shukur qilaman. Eng asosiysi sog'lomligim uchun shukur qilaman. Oyoq-qo'lim borki, o'sha ovqatni pishira oldim. Og'zim borki, o'shani yeya oldim. Ko'zim borki, o'shani qayerdadir ko'rib yegim kelib pishira oldim. Allohimga behisob shukur aytaman. Shularni barchasi uchun. Aslida bizda ne'matlar judayam ko'p. Judayam ko'p. Sanab oxirigacha yetkaza olmaymiz. Lekin biz faqatgina o'zimizda yo'g'iga, o'zimizda yo'q uyga, lekin palonchida bor. O'zimizda yo'q mashinaga, lekin palonchida bor. O'zimizda yo'q qanaqadir turmush o'rtoqqa, lekin palonchida bor. E'tibor qarataversak, o'zimizni hayotimiz battar orqaga tortib, botqoqlikka botib ketaveradi. O'shaning uchun faqatgina o'zingizda bor narsalarga e'tibor qarating, o'zingizda bor narsalar uchun shukr ayting, rahmat ayting. Allohimga har kuni rahmatnomalar yozing. Allohimga har kuni shukurnomalar yozing. Shunchaki o'ylab ko'ring, agar ko'zingiz ko'r bo'lganda nima bo'lardi? Ko'r bo'lganingizda hozirgi orzularingiz ham bo'lmasdi. Qanaqadir yigitga turmushga chiqaman deb o'ylayotgan bo'lish, yo'q, ko'r bo'lganingizda уже mani er oladimi, kimdir oladimi deb o'ylanib o'tirgan bo'lardingiz. Ko'r bo'lganingizda hozirgi farzandlaringiz balkim bo'lmasdi. Ko'r bo'lganingizda balkim farzandli bo'lishdan ham qo'rqardingiz. Farzandlarim ham ko'r bo'lib qolsa-chi debda. Ko'r bo'lganingizda hozirgidaqa mana davlatga boraman degan xohishlaringiz, orzularingiz bo'lmasdi. Ko'r bo'lganingizda palonchidaqa bo'la olmayapman deb buni ko'ra olmaganingiz uchun ham his qila olmasdingiz. Ko'r bo'lganingizda hozir ololmayotgan kiyimingizga ham his qilmayotgan bo'lardingiz, chunki kiyimni ko'ra olmaganingiz uchun u sizga og'riq bermasdi. Siz og'riqlaringiz boshqa bo'lardi-da. O'shaning uchun sizga arzimagan tuyuladi, lekin aslida katta narsa. Ko'zingiz uchun ham Allohimga rahmat ayting. Hayotingizda bir marta bo'lsa ham labingiz shunaqaligi uchun, labingiz borligi uchun, shunchaki labingiz ozgina noto'g'riroq shakllanib qolsa, hayotda qancha ko'ramiz, labi ozgina shu joyi noto'g'ri shakllanib qolgan, lekin hamma so'zni talaffuz qila olmaydi, chiroyli ham turmaydi. Va u insonlarni og'rig'i shu yoshligidan odamlarga qo'shila olmaydi, o'rtoqlarning oldida ajratiladi, kamsitiladi. Agar shunaqa bo'lganingizda hozirgi muammolaringiz sizga muammo tuyulmagan bo'lardi. Shunchaki labingiz shunaqa tekisligi uchun, chiroyliligi uchun ham Allohimga shukr qiling. Ko'pchilik yuzimda o'g'ri toshgan, yuzim bunaqa, tashqi ko'rinishdan ham juda ham noliydi, lekin odam qarasa bo'ladigan yuzingiz borligi uchun ham shukr qiling. Qanaqadir kuyib, yonib ketmagan yoki shundoq hamma joyiga nimadir toshib ketib qaragandan voy deydigan emas-ku yuzingiz. To'g'ri, qanaqadir inson ko'zi bilan qaraganda notekisliklar bo'lishi mumkin, qanaqadir narsalar toshgan bo'lishi mumkin, lekin yuzingizga qarasa bo'ladigan-ku, to'g'rimi? Jirkanib ketadigan emas-ku yuzingiz. O'shaning uchun Allohimga shukr ayting, bir marta bo'lsa ham. Oddiy, men juda ham ko'p o'ylaganman bu narsani, anaqa biologiyalarni o'qiganimda, o'sha health kitobni o'qiganimizda, ingliz tilidagi bu sog'liq haqidagi kitob juda ham ko'p o'ylaganman. O'sha yerda odam shunchaki hojat chiqarishi ishlamay qolsa, bir sutkani ichida tanasida qanaqa o'zgarishlar bo'lishida, ya'ni sizga oddiy narsa hojatga chiqib kelishingiz, lekin bir kun hojatxonaga chiqa olmasangiz, shunchaki o'limga olib borishi mumkin bo'lgan vaziyatlar bor, yoki shunchaki hojatingizni ushlab tura olmaydigan bo'lsangizda, pryamoy chiqib ketadigan bo'lsa, siz universitetda o'qiy olmaysiz.
odamlarga qo'shilib, o'qishda o'qiy olmaysiz, hojatingiz to'g'ridan-to'g'ri chiqib ketadigan bo'lsa. Odamlarga qo'shilishdan qanaqa uyalasiz? Kimgadir erga tekkangiz ham kelmaydi. Erga tegishdan ham qo'rqasiz. Bir umr balkim ersiz o'tarsiz. Ya'ni hozirgi bunaqa bo'lsin degan narsalar sizda bo'lmaydi-da. Prosta bitta organingiz yaxshi ishlamasa. O'shaning uchun har bitta organingiz uchun rahmat ayting, shukr qiling. Hayotda hamma narsadan shukr qilib, mazza qilib yashang. Muammo hammada bor. Men shaxsan hayotimda muammo deb aytmayman, hal qilinishi kerak bo'lgan masala hammada bor. Hammani o'ziga mos, o'zini yoshiga mos, o'zini hayotiga mos, hammada masala bor. Hech kimga oson emas. Sizni muammoyingiz manikidan katta ko'rinishi mumkin, lekin mani o'sha mayda ko'rinadigan muammoyim ham sizga o'sha katta muammoyingiz qanaqa og'riq bersa, mani kichkina muammocham ham o'zimga shunaqa og'riq beradi. Ya'ni hech kim hayoti bilan ishingiz bo'lmasa, hamma o'ziga berilganini yashaydi. Hamma o'zini taqdirini yashaydi. O'shaning uchun o'zingizdan mazza qilib, hayotingizdan rozi bo'lib yashang. Demak, bugun baxt haqida shu narsalarni aytmoqchi edim. Hamma qizlar, hamma ayollar baxtli bo'lishni, hayotidan rozi bo'lib, mazza qilib yashashini chin dilimdan istayman. Esinglardan chiqmasa, agar shukr qilsanglar, Allohim ham hamma narsani ko'paytirib beradi. Rizqni ham, barakani ham, sevgini ham. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha, yana kitoblardan o'qiganimni, o'zimda tushunganlarimni shunaqa videolarda bo'lishib boraman. Albatta like bosishni, boshqa qizlarga, boshqa ayollarga ham jo'natishni, eng asosiysi menga motivatsiya beradigan videodan tushunganlaringlarni hammasini kommentlarda yozish esinglardan chiqarmanglar. Men kommentlarim qancha ko'p bo'lsa, videolarim qancha ko'p bo'lsa, xursand bo'lib yana video olaman. Hammaga rahmat. Fikrlaringlarni, bu videodan olgan tushunchanglarni kutib qolaman. Thank you everyone. Bye.